Men Shokirov Davron Abdug'ofur o'g'li 1986-yil 4-oktyabrda Namangan viloyati Norin tumanida tug'ilganman. Men ilmiy tadqiqot mavzum fazoviy yuklanishlarda 3 qatlamli sterjellarni kuchlanganlik, deformatsiyalanganlik holatlarini matematik modellashtirish. Ilmiy rahbarim Toshkent axborot texnologiyalar universitetining professori Anarova Shahzoda Amanbayevna. Bu kishini qo'l ostilarida demak yuqorida aytilgan demak dissertatsiya ishimni muvaffaqiyatli yakunlab himoyani amalga oshirdim va ilmiy texnika fanlari falsafa doktori bo'yicha PhD ilmiy darajasini olishga erishdim. Ilmiy tadqiqotda demak fazoviy yuklanishlar 3 qatlamli sterjellarning kuchlanganlik, deformatsiyalanganlik holatini tadqiq etish bo'yicha demak bir qator vazifalar o'zimizga belgilab olganmiz. Bu vazifalar asosida vazifalarni bajarish asosida bir qator o'zgarishi demak ilmiy yangiliklarga erishilgan. Birinchi ilmiy yangiligimiz demak 3 qatlamli sterjellarning kuchlanganlik, deformatsiyalanganlik holatini demak takomillashtirgan matematik modelni ishlab chiqildi. Chekli ayrimali oshkormas sxemasi asosida 3 qatlamli sterjellarda demak kuchlanganlik, deformatsiyalanganlik holatlarini demak tadqiq qiluvchi hisoblash algoritmi ishlab chiqildi. Bular asosida demak turli chegaraviy shartlarda 3 qatlamli sterjellarda demak kuchlanganlik, deformatsiyalanganlik holatlari bo'yicha demak hisoblash algoritmlari ishlab chiqildi. Natijada demak ishlab chiqilgan matematik model hamda hisoblash algoritmlari asosida biz dasturiy majmuani funksional sxematik tuzilmasini ishlab chiqdik va ularni demak amaliyotga qo'llashni boshladik. Albatta ilmiy tadqiqot jarayonida mana bu hozirgi kunda talab bo'lmish chet tillarini bilish juda katta ahamiyatga ega ekan. Shu narsani biz tushunib yetdik ilmiy tadqiqot qilish jarayonida. Avvalambor respublika olimlarining ishlarini o'rganib chiqdik sohaga oid hamda jahon olimlarining ishlarini o'rganib chiqdik. Yaponiya, Amerika, bu yoqda Belorussiya, Rossiya olimlarining ishlarini o'rganib chiqdik va bular asosida biz o'zimizga rejalar qo'ydik va bular asosida natijalarga erishdik. Ilmiy tadqiqot ishini bajarish jarayonida avvalambor birinchi navbatda men o'zim Namangan viloyatida tug'ilganman. Namangan viloyati demakda joylashgan Namangan muhandislik qurilish instituti hozirgi kunda Namangan davlat texnika universiteti bo'ldi. Shu yerda amalga oshirildi hamda ilmiy rahbarim Toshkent axborot texnologiyalar universitetida faoliyat olib boradigan professor Anarova Shahzoda Amanbayevna bilan birgalikda amalga oshirdik hamda qo'shimchasiga bu yerda demak raqamli texnologiya va sun'iy intellektni rivojlantirish institutini tanlaganimizning asosiy maqsadi bu yerda demak bizning sohamiz bo'yicha etik mutaxassislar bor, ustozlar bor. Bularni demak yonidan o'tib, oldidan o'tib maslahatlarni olib demak o'zimizga maqsad qo'ydik va maqsadimizga erishdik. Ilmiy tadqiqotimiz asosan o'sha yuqorida aytilgandek, demak qurilish sohalarida joriy qilingan. Ya'ni Namangan viloyatidagi demak Namangan arxitekt qurilish loyiha instituti hamda Sifat Paltex mana Farg'ona viloyatida joylashgan Sifat Paltex mas'uliyati cheklangan jamiyatlar, proyekt servis mas'uliyati cheklangan jamiyatlarda demak amaliyotga joriy qilindi. Bu joriy qilish asosida demak loyihalash jarayonlaridagi vaqt sarfini kamaytirish asnosida demak ish unumdorligini oshirishga erishdik. Ilm shunday narsa ekanki, shu izlanishlar jarayonida tushunib yetdikki, ilmni o'rgangan saringiz demak yana ichkariga kirib boraverar ekansiz. Shuncha savollar ko'payib boraverar ekan. Biz ham o'zimizga maqsad qilib qo'yganmiz, o'zimizga yarasha demak savollarimiz bor. Bu savollarga javob topish uchun hamda bu ushbu demak sohaga tegishli o'zimizning hissamizni qo'shish uchun albatta o'zimizga rejalar qo'yganmiz. Kelajakda rejalarda demak ishlab chiqilgan shuncha qilingan mehnatlarni demak yana takomillashtirib, qo'shimcha yangi muammolarni, masalalarni hal qiladigan algoritmlar, matematik modellar ishlab chiqib, mukammalroq bo'lgan demak dasturiy ta'minotlar ishlab chiqish va sohaga o'zimizni kelajakda hissamizni qo'shish maqsadimiz bor. Bu sohada demak ilmiy ishlarni muvaffaqiyatli yakunlab olishimga sababchi bo'lgan insonlar endi birinchi navbatda demak ota-onamga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Bundan tashqari Namangan viloyatida
bizga ta'lim bergan ko'plar olimni o'tib ketishgan. Demak, bu ustozlarimizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Ham ularga haqqiga duo qilaman. Toshkent axborot texnologiyalar universiteti demak professori, ilmiy rahbarim Anar va Shahzoda Amanbayevlarga ham o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Hamda bu yerda mana shu sohalarda kuchli mutaxassis bo'lgan raqamli texnologiyalar, sun'iy intellektni rivojlantirish ilmiy tadqiqot institutidagi yetakchi bosh mutaxassis ustozlarga, shu respublikamizda ushbu sohadagi bosh mutaxassislar deb hisoblayman. Bu ustozlarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Albatta bu tadqiqotni biz to'xtatib qo'ymaymiz. Inshaalloh keyingi ishlarimizni davom ettiramiz va rivojlanishda davom etamiz.